Tanlangan asarlar: Ozod Sharafiddinov. Ma'naviy kamolot yo'llarida. Jannati odam edi. Agar charxiy domlani chindan-da jannati odam edi desam, bunga e'tiroz bildiradigan biron odam topilmasa kerak. Muzchadek yuvosh deysizmi, qo'y og'zidan cho'p olmagan deysizmi, boladay sodda, beg'ubor, samimiy deysizmi. Bu sifatlarning hammasi u kishida mujassam edi. U kishi shoir edilar. Shoir bo'lganda ham shunchaki yuzaki, she'rni qonidan siqib chiqaradigan zo'raki shoir emas, butun turmush she'riyatga to'lib ketadigan, har qadamidan she'r to'kiladigan tug'ma shoir edilar. U kishining tablari g'oyat yuksak va nozik bo'lib, o'zlarini muqomining shogirdi deb hisoblar va hamisha ijodda ham, turmushda ham ustozlariga sodiq bo'lishga harakat qilardilar. Xuddi ustozlariga o'xshab lirik she'rlar yozish bilan cheklanmas, hajviyatda ham o'z so'zlariga aytishga harakat qilardilar. Charxiyning she'riy to'plamlari tez-tez bo'lmasa-da, har holda bosilib turar va sotuvga chiqishi bilan muxlislari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lib ketardi. Bilishimcha, Charxiy domla, ayniqsa Mushtum jurnalining tahririyati bilan inoq edilar. Chunki Mushtumning doimiy mualliflaridan biri hisoblanardilar. O'zbekiston hukumati adabiyot sohasidagi katta xizmatlari va el-yurt orasidagi hurmat obro'sini inobatga olib Charxiyga xalq shoiri degan yuksak unvon berdi. Buni qarangki, bu yuksak unvon tufayli domlaning yana bir ajoyib fazilati namoyon bo'ldi. Gap shundaki, tag zamini bilan bo'shroq odamlar unvon olsalar yoki biror yo'sinda taqdirlansalar, bundan o'zgarib boshqacha odam bo'lib qolardilar. Kecha tupa-tuzuk yurgan odamning dimog'i shishib, bosar-tusarini bilmay qoladi. Odamlar bilan ko'rishganda qornining ustidan qo'lini uzatadi. Birovga gapirgudek bo'lsa, butun olamga zarda qilayotgandek qovog'ini uyib, qoshini chimirib gapiradi. Yoki boshqa bir toifa bor. Bular ko'proq ijodkor ahliga mansub, ular nashriyotlarning eshigini oyog'i bilan ochib kirib, albatta o'zlarining mukammal asarlari to'plamini bostirib chiqarishni talab qiladilar. Bularning bari Charxiy domlaga butunlay yot edi. U qanday kamtar bo'lsa shundayligicha qolaverdi. Nazarimda o'zbek shoirlari orasida ikkita hokisora kamsuqum bo'lsa, bittasi Charxiy domla edi. Uning kamsuqumligi birov bilan gaplash tarzidayoq yaqqol sezilib turardi. U kishi gaplarida tortinib, iymanib, xuddi sizga ozor berib qo'yishga hijolat bo'ladigan ohangda gapirar edilar. Qo'qonliklar odatda juda xushfe'l, sermulozamat, sertakalluf bo'lishadi. Ularning birontasi ham suhbatdoshiga bering, keling, qo'ying, oling deya buyruq berganday ohangda gapirmaydi. Aksincha, borsinlar, kelsinlar, qo'ysinlar, olsinlar tarzda hurmat va iltimos ohangini aralashtirib, sizga qattiq botmaydigan qilib gapirishadi. Charxiy domla ham taktubi bilan qo'qonlik, tabiiyki qo'qoncha xushmuomalalik, qo'qoncha manzirat, qo'qoncha talaffuz u kishining qon-qoniga singib ketgan edi. Singib ketgandiga ham Charxiy domla bu sifatlarda yanada to'liqroq namoyon bo'lardi. Chunki u kishining muomalasida bu sifatlar yoniga har doim o'ta muloyim tabassum qo'shilib ketardi. Tabassum shu qadar samimiy bo'lar ediki, Charxiy domlaning biror manzirati kishiga malol kelmasdi. Charxiy domlani hadeganda Toshkentga kelavermas edilar. Yo'lda birmi yo undan kamroqmi juda zarur ishlarni chiqib qolganda, kelmasa bo'lmaydigan vaziyat tug'ilib qolgandagina Toshkentda paydo bo'lar edilar. U shunda ham apil-tapil ishlarini bitirib, qaydasan Qo'qon deb otni qamchilab qolardilar. Biz u kishining toshkentlik muxlislari esa ko'pincha bir rov ko'rishgancha suhbatlariga to'ya olmay qolaverar edik. U kishining suhbati esa juda maroqli bo'lardi. Charxiy domla adabiyotdan, tarixdan, Qo'qonning kechagi va bugungi hayotidan juda ko'p narsa bilar edilar. Bilganlarini esa shunday chiroyli gapirib berar edilarki, eshitib maza qilardim. Shuning uchun Charxiy domlaning suhbatlari doimni qo'msab yurardi. Kunlardan birida yo'limiz Qo'qonga tushib qoldi. Hamrohim do'stim Abdusalom Latipov edi. Biz u bilan Dorulfununda birga o'qiganmiz. To'g'ri, u fizika matematika fakultetini tugatgan astronom, keyin nafaqaga chiqqaniga qadar Toshkent observatoriyasida ishladi, hatto bir necha muddat unga direktorlik ham qildi.
U astronom bo'lsa-da, yulduzimizga to'g'ri kelib qolgan, talabalik yo'llari boshlangan do'stlik hamon davom etib kelyapti. Buning boisi shu bo'lsa kerakki, Abdusalom o'z sohasining ustasi bo'lishi bilan bir qatorda nihoyat bag'ri ochiq, quvnoq, hazil mutoyibani yaxshi ko'radigan dilkash va zukko yigit. Xullas, Qo'qondagi ishlarimizni bitirdik-ku, Sharqiy domlani bir ko'rib kelish niyatida tushib qoldik. Abdusalom ham Sharqiy domla bilan shaxsiy tanishligi bo'lmasa-da, uning lirik g'azallarini o'qigan bo'lib, ularning ancha-munchasini yoqtirar ekan. Bizni qo'qonlik Ma'murjon Abdullayev degan shogirdim boshlab boradigan bo'ldi. Aytmasdan dabdurustdan kirib boraveradigan bo'lsak noqulay bo'lmasmikin, deb so'radim Ma'murjondan. Noqulayligi bormi? Sharqiy domla hamisha joylarida bo'ladilar. Birov yo'qlab qolsa xursand bo'ladilar. Biz G'isht ko'prikdan tor ko'cha bo'ylab Muqumiy madrasasi tomon yurib ketdik. Sharqiy domla ko'p yillardan beri Muqumiy o'qigan madrasada shoirning hujrasiga qarab, uning chirog'ini yoqib o'tirardi. Darhaqiqat Sharqiy madrasada ekan. Bizni eski qadrdonlik quchoq ochib kutib oldi. Fotiha o'qilib, sog'-omonlik so'rashgandan keyin Muqumiyning hujrasi bilan tanishdik. Hujra g'oyatda kichkina, ichida o'chog'i bir ikkita tokcha, palos, uning ustiga to'shalgan ko'rpachalardan bo'lak hech vaqo yo'q. O'tgan shoirlarning kamsuqumligidan yoqa ushlab, torgina hovliga chiqdik. Allaqachon supa ustida dasturxon yozilyapti. Choy ustida suhbat qizib ketdi. Tabiiyki, gap Muqumiy haqida, uning do'stlari to'g'risida ketdi. Shoirlarning ahvoli ancha nochor bo'lgani, har bir shoir tirikchiligini o'tkazish uchun biror kasb-kor bilan mashg'ul bo'lgani, shundan ortgan vaqtda ijod qilgani, qalam haqi degan narsalar bo'lmagani to'g'risida suhbatlashdik. Shu munosabat bilan Zavqiyni esladik. Sharqiy domla Zavqiy to'g'risida darsliklarda yozilmagan, ko'pchilikka tanish bo'lmagan bir voqeani aytib berdi. Zavqiy mahsudo'stlik qilar edilar. Ammo uning mahsulotlarini sotadigan savdogarlar Zavqiyni ko'p ranjitishar, qadriga yetavermas edilar. Umuman Zavqiy savdogarlar bilan uncha chiqishmas, ularning mol dunyoga mukkasidan ketganiga qarshi kelib yurar edi. Xullas, kunlarning birida shoir Ahli Arasta degan hajviya yozibdi-yu, undan Qo'qonning taniqli savdogarlar va mulkdorlaridan 46 kishini nomma-nom sanab, rosa po'stagini qoqibdi. Hajv qilgani ha mayli-ya, uni Mo'ymarakada bir baland joyga ilib ketganini aytmaysizmi? Mo'ymarakasida mo'yi muborak degan ekan. Rivoyat qilishlaricha, Hazrat Alining mo'yi muboraklaridan biror donasi shu yerga to'kilgan ekan. Bu joy o'sha kezlarda bozorboshi bo'lgan ekan. Shu desangiz, bir zumda butun bozor Ahli Rastadan xabardor bo'ladi. Uni o'qimagan odam qolmaydi. Tabiiyki, hajv qilingan boylarning fig'oni falakka chiqadi. Nima qilishlarini bilmay xunob bo'lishadi. Qaysi birlaridan maslahat chiqadi. Hammamiz hokimga boramiz. Hokim bizni haqorat qildirib qo'ymaydi. Hajvning jazosini beradi. Hajv qilingani boylar yasan-tusani qilib, zarbof choponlarni kiyib hokimning idorasiga borishadi. O'sha kezlarda Qo'qonda Medinskiy degan chor generali hokimlik qilar ekan. Medinskiy general bo'lsa hamki o'qimishli, ijod, she'riyat, hajviyot degan narsalarning fahmiga yetadigan, o'zi ham hazil mutoyibaga moyilroq odam ekan. Bayonlarning arzini eshitib, biroz hayron bo'lib turdi-da, keyin mulozimga buyruq beradi. Qani topib kelinglarchi o'sha Zavqiyni deganlar. Zavqiyni topib oyog'idan yerga tekkizmasdan olib kelishadi. Medinskiy Zavqiyning bayonlariga ro'para qilib so'raydi. Shumi senlarni hajv qilgan? Ha, taqsir, xuddi o'zi. Bir o'zi hammangni hajv qildimi? Shunday taqsir. Unday bo'lsa, qani senlar ham hammang bir bo'lib Zavqiyni hajv qilinglarchi. Bayonlarning dami ichiga tushib ketadi. Chunki ularning ichida she'r yozish qo'lidan keladigani yo'q edi. Rosta, ulardan pulga chaqishni, cho't qoqishni so'ramaydi. Bu orada biz mehmonlarning izzati bitta degan ma'noda qo'zg'almoqchi bo'ldik, lekin mezbon jiddiy xafa bo'ldi. Ozib yozib bir kelib qolibsizlar. Hozir bir cho'qim osh qilaman. Keyin sizlarga javob. Yo'q, qo'ying, ovora bo'lmang. Keyingi kelganimizda osh yermiz. Shundoq dedigu, lekin ichimda domla yana bir qistay qolsaydi deb turibman.
Negaki Charxiy domlaning benihoya pazanda ekanini, ayniqsa palovga ustaligini bilardim. Ilgari Toshkentda domlaning oshini yeganman. Ta'mi og'zimda qolgan. Domlani ko'p ham qistamay osh yeb ketishga ko'na qoldik. Zum o'tmay hammamiz masalani tayyorlashga kirishdik. Biz boshlandi. Yana hammamiz qozon tevaragida girdi-kapalak. Oshpazxona Charxiy domlaning hangomalarini eshitishni istaymiz. Domla Qo'qon o'tmishini yaxshi biladi. Turli-tuman ajabtovur qo'qonliklarning hangomalarini boshlasa, shunday hikoya qiladiki, kulaverib ichagingiz uziladi. Domla nega ularni qog'ozga tushirmas ekan, bilmadim. Juda ajoyib kitob bo'lardi-da. Mana o'sha hikoyalardan biri. Qo'qonda Otajon Ro'mol degan odam o'tgan ekan. U tilmochlik bilan kun ko'rar ekan. Ro'za kunlarining birida Akram Hoji degan badavlatroq odam, asl nomi esimda yo'q, taxminan bo'la qolsin, uni uyiga iftorlikka aytibdi. Otajon Ro'mol aytilgan vaqtda yetib boribdi-yu, ammo qarasa, keyingina mehmonning o'rtasida xontaxta, ustiga dasturxon tuzilgan. Xontaxtaning to'rt tomonida atlas va beqasam ko'rpachalar. Devor tomondagi ko'rpachalar ustida Akram Hoji par yostiqqa suyanib yonboshlab yotgan emish. Yonida esa bir hurliqo, suv ichsa tomog'idan, sabzi esa biqinidan ko'rinar ekan. Yuzi oppoq, xuddi qaymoqqa chayib olganday. Ko'zlari osmon rang, sochlari pishgan, behining to'niga o'xshash malla. Akram Hoji Otajon Ro'molning ko'ngli sust ketib, angrayib qolganini ko'rib, uni hushiga qaytaribdi. Muncha angrayapsiz, nima balo? Umringizda mo'rja ko'rmaganmisiz? Men sizni tilmochlik qilib o'tirasiz deb aytgan edim. Otajon Ro'molning ko'nglida puling bo'lsa changalda sho'radiganlar shu bo'lsa kerak-da. Bo'lmasa ulug' ayyom kunlari marjaga balo bormi degan fikr o'tibdi-yu, lekin Akram Hojiga sir boy bermay, choy ko'shat, chay davay, lepyoshka beridi, tilmochlik qilib o'tiribdi. Ovqatlar yeyilib dasturxonga Fotiha o'qilgach, Akram Hoji Otajonga debdi: "Buningni ayt, shu yerda yotib qola qolsin." Otajon Ro'mol o'zini ancha-muncha tilmochlardan bir chiqishda qochiradigan zo'r tilmochlardan deb hisoblar edi. Lekin buni qarangki, aksiga olib shu topda yotib qol degan o'rischada qanaqa aytilishini sira esiga kelmasa-da, nima ham der-ya. U sho'rlik dumini tutqazmayoq iborani ketidan quvib zo'riqib ketdi. Peshonasi terga botdi. Oxiri bir amallab topdi. Xo'jayin говорит, сегодня дылный садись. Oradan 3-4 kun o'tdi. Otajon Ro'mol ko'chadan ketib borayotib qarasa, ro'parasidan tunov kungi hurliqo ko'chani to'ldirib, bosaymi, bosmaymi deb tamanno bilan kelyapti. Otajon Ro'molning og'zi qulog'iga yetib, iljayadi-da, uni yo'ldan to'xtatadi. Marja uni tanimadi. Shunda Otajon Ro'mol o'zini tanitdi. Uzbekskiy Uraza Akram Hoji dom, Seredina suv. Men Otajon Ro'mol. Marja. Poshel kchirtu deb o'tib ketaveribdi. Bu orada osh ham damlandi. Supada oshni ham yeyishini kutib choy xo'plashib, gurungimizni davom ettirdik. Ma'rufjon Charxiy domlani yana qitiqladi. Domla artist bo'lganingizni aytib bering, keyin bizga qarab ko'z qisdi. Charxiy domla bir vaqtlar teatrda ishlaganlar. Eshitmaganmisizlar? Yo'q, qanday qilib? Rostmi shu gap? Charxiy domlaning artist bo'lganiga, sahnaga chiqib rol ijro etganiga sira aql bovar qilmaydi. Shunaqa mo'min qobil, shunaqa yuvosh, sodda odamning sahnada monolog o'qiyotganini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Qo'ying, eslatmang o'sha sabilni. Domla yoqimsiz bir narsa esiga tushgandan ranjigandek bo'ldi, biroq biz bo'sh kelmadik. Qistovimiz tufayli domla hikoyasini boshladi. Urush yillarida teatrda adabiy emaktosh bo'lib ishlaganman. Erkaklarning ko'pi frontda, odam yetishmaydi. Spektakllarning qo'yilishi ham qiyinlashadi. Teatr yopiladigan holga kelib qoldi. Teatrni oyoqqa turg'azish uchun bir odamni direktor qilib yuborishdi. Uni rahbarlik bobida tajribasi katta ekan. So'nggi yillarda qaysi bir suvoqchilik artelidan rais bo'lgan ekan. Yangi direktor 1-2 kun u yoq bu yoqni ko'rib o'rgangan bo'ldi-da, keyin jamoani to'pladi. Ahvol chatoq, intizom bo'shashib ketyapti. Spektakllar qo'yilmay qolyapti. Odam yo'q emish. Bo'lmagan gap. Men ahvolni o'rganib chiqdim. Teatrda ancha-muncha bekor xo'jalar bor ekan. Mana masalan o'rtoq Georgiyada. Kim u? Majlisda bormi o'zi? Georgiyada
majlisda bor edi. Bu Grand teatrida libos tikish bo'yicha ishlar o'zbekchani chala-chulpa biladi. U o'rnidan turdi. Siz kiyim tikasizmi? Yaxshi. Kiyimlarni kunduzi bichib, kunduzi tikasiz. Xo'sh, kechqurunlarichi nima ish qilasiz? Ertadan boshlab sahnaga chiqasiz. Georgiadi e'tiroz bildiradiganida og'iz juftladi. O'tiring, Georgiadi. Hozir urush vaqti. Hech qanaqa bahona ketmaydi. Tamom. Davom etamiz. Xo'sh. Hamraliyev, Charxiy. Kim bu kishi? Bormi? Ha, sizmisiz? Nima balo? Charxchimisiz? Qani nima ish qilasiz? Labbay. Adabiy emaktosh. Bunisi nima bo'ldi? Hoy, menga qarang. Hozir qanaqa zamon ekanini bilasizmi? Urush paytida matn-patn nima qiladi? Yig'ishtiring, maydagar. Ertadanoq sahnaga chiqasiz. Tamom. Gap qaytarganning foydasi yo'q. Sho'rlik adabiy emaktoshini tushunmas ekan. Janjal qilgandan foyda yo'q. Ertasiga sahnaga chiqishga to'g'ri keldi. Allaqaysi spektaklda xon askari bo'lib chiqishimiz kerak. Oldinda Georgiadi barvasta yo'g'on, ketidan kaminangiz ozg'in pakana. Qilichimizni yalang'ochlatib biz xonning shavkatli askari deb qo'shiq aytib, keyin qilichni qiniga solib sahnadan chiqib ketmog'imiz kerak. Sahnada bosh qahramonlar biz chiqib ketgandan keyin gaplarni davom ettirmoqlari lozim. Biz gurs-gurs qadam tashlab sahnani aylandik. Ovozda qo'shiqni aytdik. Mana sherigim Georgiadi qilichini qiniga solib sahnadan chiqib ham ketdi. Men bo'lsam hech qilichni qiniga sola olmayman-da. Shuncha urinaman, qilich qurur sira joyiga tushmaydi. To'g'ri, chiqib ketaverishga rejissyordan qo'rqaman. Allaqachon gapni boshlashi kerak bo'lgan qahramon g'azabdan ko'zi qiridan chiqib ketay deb menga o'qrayapti. Mening xurobim oshadi. Shu payt zaldan tanish ovoz yangradi. Nima balo, Charxiy domla masmisiz? Qarasam ertaga kech umri bozorda o'tadigan takasaltang normiroq. Butun vujudimdan o't chiqib ketganday bo'ldi. Bu tuhmatga chiday olmadim. Ko'zingni yog' bosganmi, takasaltang deb baqirdim sahnadan. Nega mast bo'lar ekanman? Qini qilishdan kichkina bo'lsa nima qilay? Ertasidan yangi direktor meni sahnaga yaqinlashtirmay qo'ydi. Charxiy domlaning hangomasini eshitib, rosa mana qilib kulishdik. Bu orada osh ham suzib kelindi. Uni maqtab oxirigacha tushirdik. Keyin yana choyga o'tdik. Shunda ham gurungimiz tinmaydi. O'rtada bir quvnoq gaplar tushadi-yu, hammamiz qah-qah otib kulamiz. Birdan esa jiddiy gaplar qo'zg'aladi-yu, ularning mag'zini chaqib xayolga tolamiz. Ha. O'sha kunni jiddiy gaplarda ham ancha-muncha gaplashdik. Charxiy domla nafaqat hazil mutoyibaga mohir edi, balki har qanday murakkab mavzuda fikrlay oladigan, o'z fikrini chiroyli qilib ifodalay oladigan zakiy odam edi. Yig'inimizga yakun yasalishdan avval domlaning yangi she'rlaridan o'qib berishni iltimos qildik. Bu gal ham Charxiy domla davraga endi kirayotgan havaskor shoirdek qimtina bir ikkita she'r o'qidi. She'rlar an'anaviy uslubdagi g'azallar bo'lib, odatdagicha muhabbat mavzuiga bag'ishlangandi. Ammo ular taqlidchilikdan xoli, har bir shoir qalbining eng teran joylaridan chiqqan shoir iztiroblari, dardlari haqida samimiy hikoya qiluvchi yoniq she'rlar edi. Shundoq bo'lsa-da, men qitmirlik bilan savol berdim. Domla, muhabbat deganlar odatda yoshlarning mahriga tushgan. Odam yoshi o'tgandan keyin tabiiy mayllarning ta'sirida boshqa tashvishlar asoratiga tushib qoladi. Shundoq ekan, yosh o'tinqirab qolganda muhabbat haqida kuylash, g'azal yozish biroz erish ko'rinmasmikan? Film qursin, to'g'rilik qilaman deb domlaga malol kelishini o'ylamabman ham. Lekin Charxiy domla bu gapni og'ir olmadi. Faqat savolga darrov javob bermay, biroz o'ylanib qoldi. Keyin ko'pdan beri bir to'xtamga kelgan odamday kamol ishonch bilan salmoqlanib dedi. Agar chinakam shoir bo'lsa, uning ko'ngli qaramaydi. Shoirlik yoshda emas, ko'ngilda. Bu gaplar bo'lib o'tgandan ham ancha yil bo'ldi. Bu orada Charxiy domlaning o'zlari ham dunyodan ko'z yumdilar. Men o'sha uchrashuvimizni, unda aytilgan gaplarni va ayniqsa domlaning o'tirishimiz so'ngida aytgan gapini tez-tez eslab turaman. Bu gap zohirda qaraganda anchayinki jo'n gapga o'xshaydi. Lekin tuzukroq o'ylab qaralsa, uning tagida katta ma'no bor. Axir yashash san'atining eng inja tomonlaridan biri ham ana shunda. Ko'ngilni qaritmasdan yashay bilishda emasmi? Biz taqdiri azaldan belgilab qo'yilgan muhlatgacha hayot kechiramiz. Lekin afsuski,
Ko'plarimiz muhlatidan oldin qarab, munkillab qolamiz. Hayotdan to'yib ketdim deb nolalar chekamiz va bunga sabab qilib dunyoni nosozligini, odamlarning nobabobligini, pokizalik qilmaganligi hamda yoqda qing'irlik va egrilik hukmronligini ko'rsatamiz. Aslida shundaymikan? Bizni qarab qolishimizga, hamma narsadan sovib, ko'nglimizni yuvib, qo'ltig'imizga urishimizga birinchi navbatda o'zimiz sababchi emasmikanmiz? Sharqiy domla tom ma'noda jannatni odam edi. U bu dunyoga kelib, dunyo mollariga ko'ngil qo'ymadi. Hasad, fisqu fasod, g'iybat va bo'xton ko'chalariga yurmadi. Birovning oyog'idan chalinishni o'ylamadi. U bolalardek beg'ubor va samimiy edi. To'g'ri va haqparast edi. Shuning uchun ham u dunyoni atrofidagi odamlarning to'g'ri va pokiza odamlar deb bilar va shunday yashadi. Umr bo'yi uning ko'ngli go'zallikka mushtoq bo'lgan, yaxshilik va ezgulik uchun ochiq bo'lgan. Shuning uchun ham uning ko'ngli umrining oxirigacha, eng so'nggi nafasiga qadar qaramagan bo'lsa, ne ajab. 1999-yil